O'zgidrometeorologiya markazi ertaga 18-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 sekundiga metr tezlikda kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Xayr, sog' salomat bo'ling.